Men tushunmadim. Prezidentning qarorini ham chekalab o'tib ketyapti. Oliy sudning ham qarori bular uchun kopeyka bo'lib qoldi. Tillalarni upakovka qildi, tamg'alandi dedi. Men tilla ko'rganim yo'q, mening familiyamni yozib qo'yibdi. Departamentning guvohlari ham o'zlariga tegishli. Yo'q, 9 oy kirgizgan yo'q bizda. 2 minut, 5 minutga bormadi. Hech qurmasa mana shu Toshkentdan haqiqatni topib ketay. Qonunni qaytadan o'qisin bular. Prezidentning qarori, oliy sudning qarorlarini hammasini yodlab olsin. Aytib keldi, chunki 9 oy bermagan dokumentni sizlardan keyin oldik. Bo'lmasam prezidentga boraman. Chesnilik. Nima uchun vaj qilib bir-birovdan alo tanish, salom alik qilib nima 9 oydan beri bosib oddiy ma'muriy ish 2 kundan keyin 10 oy bo'ladi. Prokuratura ham bermadi, departamentdan bermadi, nachalik militsiya ham bermadi, UDI ham bermadi. Biz hamma joyga borib murojaat qildik. Bitib o'qib qarasak hammasi yolg'on. Yolg'on. Fleshkani ko'ring, qozi janoblari, fleshkani ko'ring. Prezident aytgan yangi tadbirkorni sindirma. Haqqoniy yo'naltir degan. Kasha, ikkita beshik, kasha, pampers o'zi bo'lmaydi. Sizlarga rahmat. Qog'ozlar kelib qoldi. Sizlarga rahmat. Антикоррупция.